kuniga o'tishda qancha pul topishni aytib o'tamiz. Assalomu alaykum. Eng ko'p sotiladigan modellardan biri Tiger V8 Asfal. Bugungi video qahramoni, chunki bu ko'p joylarda kerakligi bilan mashhur bo'lgan. Bu video davomida texnika qayerlarda ishlashi va kuniga o'tishda qancha pul topishni aytib o'tamiz. Bu texnikada aslida ko'p ishlar qilsa bo'ladi va hozirgi bozorda har kuni ishlab chiqadi. Kanyondan tortib to maishiy xizmatgacha. Xo'p, bu gap bilan nima demoqchiman? Bu tocha orqali sizlar ko'p assortiment yuklarni bemalol tashishinglar bo'ladi. Bunga jonli guvoh bizning andijonlik mijoz Shohjahon akamiz bo'ladilar. Ularning aytishlari bo'yicha kuniga 1 milliondan to 1 million 700 ming so'mgacha sof foyda qilsa bo'lar ekan. Aka, sredniy 150 dollar o'rtacha. Topsangiz maksimum 300 dan topsangiz bo'ladi, 200 dan topsangiz bo'ladi. 150, o'rtacha 100-150 kuniga. Anaqa sof foyda bu. Salarkadan tashqari, salarka balanka rasol pasportlardan tashqari. Aytib o'tish kerak, bu akamizda 5 yillik tajriba va o'ziga yarasha mijozlari bor. Ha, aytgancha, o'tgan hafta Vum konkursda aynan shu mijoz g'alaba qozongandi va 100 dollar sohibi bo'lgandi. O'zingizni byudjetingizni oshirmoqchi bo'lsangiz yoki texnikangizni yangilamoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamga aloqaga chiqing yoki kommentariyaga plus belgisini qoldiring. O'zimiz sizga aloqaga chiqamiz. O'zingiz asrang.